Assalomu alaykum. Man hozirgi videoyimni ortiqcha vazni bor ayoli nomidan gapirmoqchiman. Ya'ni 10 yildan beri semirib, ozib, har safar ozib, undan keyin yana semirib, undan keyin yana boshqatdan harakat qilayotgan, o'zim shunaqa qilaman, qilolman, vot shunaqa ayolni nomidan gapirmoqchiman. Har doim videoga chiqayotganimda odatda tayinlanib chiqaman videolarga, lekin bu safar shunchaki ichimdagini gapirmoqchiman. Va bitta narsa borki, bugun ozayotganimni 20-kuni yana boshqatdan bir ming necha ming marta nechinchidir urinishim bu safar. Va ozayotganimni 20-kunida man bugun o'tirib hamma narsani yeb qo'ydim. Hamma narsa, ya'ni qanaqa uyda nima bo'lsa shuni yedim. Manga o'zimga bu narsalarni hozir ozayotgan vaqtimda vaqtincha yemay turaman yoki bo'lmasam ularni hozir to'xtatib turaman degan narsalarimni hammasini yeb qo'ydim. Bilasizlarmi nimaga? Chunki man stressda shu narsalarni yedim. Ko'pincha erkaklar tomonidan hech qachon bizaga o'xshab sal narsaga semirib ketadigan, semirib ketmaydigan insonlar tomonidan ko'pincha bizani обсуждать qilishadi, ya'ni muhokama qilishadi va eng muhimi bizani nafsimizni tiyolmaydigan insonlarga chiqarishadi. Kechirasizlar-yu, to'g'ri, bizani semirishimizga qaysidir ma'noda bizani nafsimiz ham aybdor bo'lishi mumkin, ya'ni sababchi bo'lishi mumkin, lekin unga teng baravarda tashqi tomondan bizaga kelayotgan stresslar ham bo'lishi, ya'ni teng bo'lishi mumkin, ya'ni sabab semirayotganimiz. Nimaga unaqa deyapman? Mana shu именно stress haqidagi gapimga bemalol muhokama qiladigan odamlar nima bitta san stress yashayapsanmi, nima biz stress yashamayapmizmi deb javob berishi ham mumkin. Lekin bitta narsa borki, sizlar ayol kishi yashagan stressni yashamaysizlar. Chunki bizani hayotimiz sizlarnikiga o'xshab, ya'ni erkaklarnikiga o'xshab yoki bo'lmasam ko'pincha erkaklar tomonidan обсуждать qilinadi. Buni tushunaman, chunki hozir semirish temasida женский solidarность yaxshi ishlaydi deb hisoblayman. Chunki o'zim ham ko'pincha do'mboqligim haqida o'zim e'tirof qilganimda ayollar tomonidan yo'q, nimaga unaqa deysiz, chiroylisiz, sizni besingiz chiroyli, sizga yarashadi degan komplimentlarni, ko'p iliq so'zlarni eshitganim uchun man erkaklar tarafiga aytmoqchiman. Bizani hayotimizda o'zinglar ham yaxshi bilasizlar, именно O'zbekiston sharoitida bolaligimizdan maktab davrimizgacha va maktab davrimizdan universitetgacha, universitet vaqtida ham o'qish kerak, ham uydagi ishlarni qilish kerak, ham oilaga tayinlanish kerak. Undan keyin turmushga chiqqanimizdan keyin farzandlarimiz, dekret vaqtidan chiqib ishlash, ishlamasa uyda bo'lish. Sizlar ham ishlayapsizlar, to'g'ri. Sizlarni ham hayotinglarda bizachalik bizadan kam emas sizlarni stresslaringlar, lekin bitta ayol sifatida aytaman man, именно ayollarni dekret paytidagi stresslarni sizlar hech qachon hayotinglar mobaynida o'qib ham, eshitib ham, o'zinglar shu ayol kishi bo'lmaganingiz uchun tushunmaysizlar bu stressni. Va именно shunaqa stressda ayol kishi ichidagini gapirolmagan vaqtlari bo'ladi. Yoki bo'lmasam Alloh bergan ne'mat, farzand ne'mati, boqish, Alloh shuncha insonlarning ichidan bizaga manga shu farzand ne'matini berdi deydi, lekin o'sha farzandni katta qilguncha charchog'i, bedor tunlari bo'ladi. Va yana kamiga imенно erkaklar tarafdan yoki yon atrofimizdan eplolmayapsan, sani qo'lingdan kelmayapti, san baravariga mana bu ishlarni qilolmayapsan, mana buni eplolmayapsan degan narsalarda biza har doim ham ichimizdagini gapira olmaymiz. Ya'ni bizaga gapirilgan vaqtda biz o'sha gaplarni ichimizga yutamiz va shundan keyin man o'ylab topdim. Man qachonki ichimdagi gaplarimni gapira olmagan vaqtimda idishda yuvayotganimda shu narsalarni o'zim bilan o'zim
gaplashaman. Nimaga u gapirganda man bunaqa demading? Nimaga bunaqa demading? Deyishing kerak edi, aytishing kerak edi. Sen ham odamsan. O'zim imminni idishda yuvayotgan paytimda butun hayotim, umrim yoki butun o'tgan kunim ko'zimni oldidan o'tib ketadi. Man o'zimni shunaqa vaqtlarda judayam bemalol his qilamanki, qachonki ovqatlanganimda. Bugun ham именно shu narsani yashadim. Ya'ni dieta qilayotganimning 20-kunida oxirgi vaqtda mani xafa qilgan narsalar bilan shu narsalarni o'ylab, bitta shu yegan ovqatim mani успокоить qildi va nima demoqchiman, oxirida gapimni shunchaki sizlardan bizni tomonga imminni ozayotgan, o'zini transformatsiya qilish uchun harakat qilayotgan ayollarga erkaklar tomonidan ozgina bo'lsa ham поддержка kerak. Va man o'zim ozib semirayotganimda ko'p eshitgan gaplarim yana ozishga harakat qilyapsan, sanda o'xshamaydi, sanda bo'lmaydi, yana tashlab yuborasan, sen yeb qo'yasan, ishonmayman, o'tgan safar ham 10 kilo tashlagansan, keyin yana semirib ketding. Iltimos, bunaqa gaplar kerak emas. Просто sizlar kelganinglarda bizani ham ichimizda hech kimga yetolmagan gaplarimiz bo'ladi. O'sha narsalarni eshitishinglarni xohlardim. Agar biz sizlarga yetmasak, u gaplarni men bilmadim kimga aytamiz. Ota-onamizga aytolmaymiz. Agar farzandlarimiz kichkina bo'lsa, ularga aytolmaymiz. Demakki, bu narsalarni bizani ichimizda gaplarni eshitish kerak bo'lgan odam значит erlarimiz deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi yuborganlarim uchun o'zim rosa urishdim, конечно. Va keyingisida ertadan yana bundan ham kuchli bo'lib, o'zimni shunday xursand qilamanki, vesim qotib qolganda ham baribir ozgina narsa yeyorsam vesim yurib ketardi. Xuddi shunaqa kun deb hisoblaymiz deb o'zimni qo'lga olib, ertadan yana dietani davom ettirmoqchiman va o'ylaymanki, hamma kimnidir ayoli, kimnidir singlisi, kimnidir opasi, kimnidir onasida bizga o'xshagan, menga o'xshagan ortiqcha vazn bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, o'ylaymanki, sizlar har doimgidek bizani aybdor qilib yoki bizani nafsimiz bilan kurasholmaydigan kuchsiz odamga emas, shunchaki man san bilanman, man ishonaman, что sanda o'xshaydi deysizlar. E'tiboringiz uchun rahmat va xudo xohlasa bundan keyin yana o'zimni vesimni yo'qotayotganim haqida va o'zimga o'xshagan ozmoqchi bo'lgan opa-singillarimga chiroyli motivatsiya bilan birga ozishimizni tilakdoshiman. Kuzatganinglar uchun, vaqtinglar uchun rozi bo'linglar. Rahmat kattakon.